Assalomu alaykum, aziz o'quvchilarim. Bugun men sizlarga hech qachon modadan qolmaydigan va yosh tanglamaydigan mato haqida gapirib bermoqchiman. Bu matoni nomi oq, qora garoshka deyiladi. Bu mato umuman yosh tanglamaydi va fasl ham tanglamaydi. U degani bu matodan tikilgan ko'ylakni kichkina qizchalardan boshlab o'rta yoshdagi va kampirlar ham kiysa bo'laveradi. Keyin 4 ta faslda ham kiysa bo'ladi. Bahor, yoz, kuz, qish faslida bemalol kiyaverasiz. Undan keyin bu matodan tikilgan ko'ylakni hamma joyga kiysa bo'ladi. To'ylarga, bazmlarga, tug'ilgan kunlarga, mana shunaqangi даже janozalarga ham kiysa bo'ladi. Bu mato shuning uchun universal, ya'ni hamma joyga to'g'ri keladigan mato hisoblanadi.